Farzandingiz internetda. Uni kim nazorat qiladi? Sho'r qaynasin. Onlayn platformalar orqali har kuni minglab zararli kontentlar tarqalmoqda. 2024-yilda narkotiklar targ'iboti 112 barobarga, terrorizm targ'iboti 2,2 barobarga, pornografiya 5,3 barobarga oshgan. Bu shunchaki statistika emas, bu sizning farzandingizga tahdid. So'z erkinligi bu mas'uliyat. Dalilsiz axborot, ishonchsiz axborot. Onlayn platformalar nazoratsiz maydonga aylanmasligi kerak. Qonun barchamizning xavfsizligimiz garovi. Onlayn platforma erkin, lekin xavfsiz bo'lishi shart.